Assalomu alaykum mening qadri baland qadrdonlarim. Sizlar bilan yana bir marta ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, biz ishni boshlashdan oldin bir donagina layk bosib, kommentariyaga o'z izohingizni qoldiring. Ha aytgancha obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Do'stlar, farg'onalik akamizdan mini traktor. Xo'p, holati yaxshi, yurib turgan traktor, dokumentlari joyida. Do'stlar, buni yilini aytadigan bo'lsam, 2002-yil. Motor, korobka zo'r. Endi telefon nomer mana shu ekran yuzidagi telefon raqamlariga telefon qilasiz. Bemalol aloqaga chiqib, gaplashsangiz, kelishib olaverasiz. Do'stlar, yana bir narsani eslatib o'tib ketaman. Savdoga hech qachon admin javobgar emas. Sababi do'stlar, traktorni ko'rmasdan turib, pul tashlaverib yoki siz zalog tashlab bering, bo'lmasa sotilib ketadi degan gaplarga ishonmang. Bizga keladi, biz reklama qilib beramiz. Bizdan faqat reklama xizmati. Sizlarga sog'lik do'stlar, biz davom etamiz. Qani qadri baland qadrdonlarim, biz esa davom etamiz. Do'stlar, farg'onalik akamizdan Chimgan 404 traktorimiz. Buni yiliga keladigan bo'lsak, o'zi ko'rinishdan 24-25-yil yangi traktorga o'xshaydi, lekin 21-yil yurib turgan korobka, motor yaxshi holatda. Do'stlar, bu dokumentidan ham muammo bo'lmaydi. Dokumenti ham 100% hammasi joyida. Chizili, puluk, oldin bilan 2500 litrlik debdi do'stlar. Endi bunisini o'zingiz mendan ham yaxshi bilasiz. Mana shu 2500 litrlik bo'lsa kerak. Xo'p do'stlar, buni narxini aytishdan oldin bir donagina layk bosib qo'ying. Agar arzisa, shuncha mehnat qilyapmiz. Oldin mana bunisini ham bitta ko'rib olsangiz, menimcha undan ham yaxshi bo'ladi. Bu endi mana bunisini ham ko'rib oling. Hammasi do'stlar sizlar uchun. Короче do'stlar, narxiga keladigan bo'lsak, $11,500 deb qoldiribdi. Bizning nomimizdan aloqaga chiqsangiz, narx ham arzonlashadi. Do'stlar, buni qisqaroq qilib aytib o'tib ketaman. TTZ 80 traktor sotiladi deb akamiz tashlabdilar. Buni ko'rinishdan ham holati ma'lum. Motor korobka yaxshi yurib turgan traktor dedi. Ishqilib dokumentlardan ham muammo bo'lmaydi debdilar. Traktorimizga keladigan bo'lsak, narxini aytishdan oldin layk bosib qo'ying. Balonlari yaxshi holatda ekan. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 35 million ekan. Lekin bizning nomimizdan aloqaga chiqsangiz, kami ham bor do'stlar. Do'stlar, bunga keladigan bo'lsak, bu apparatimizni ham qo'shib beradi ekan. Ker 120 silos apparat. Bular ham 35 million ekan. O'sha texnikalari. Mana bunisi esa motor holati. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda endi. Pulga arziydi do'stlar. Lekin do'stlar, buni texnikalar soz holatda ekan. Mana bu balon holati. Ko'rib turganingizdek, balon holati yangi. Bemalol aloqaga chiqib, savdolashib olishingiz mumkin. Biz esa davom etamiz. Do'stlar, mana bu traktorimiz ham sotiladi. Bu traktorimiz yap-yangi, yili 2023-yil, yurmagan hali, uncha probig kam deb tashlabdilar. Buni bitta tarafi qiziq tarafi bor ekan akalar, buni varianti zo'r ekan. Buni varianti bu traktorni o'zini narxini 11,200 ga berar ekanlar akamiz. Lekin varianti buni chizil plugi bilan berar ekanlar. Eng qiziq tarafi shu ekan. Lekin ajoyib narsa o'zi. Hali yurmagan yangi motor korobka yaxshi, dokumentlar joyida, 4 ta balon yangi.
Traktorimizga qiziqqanlar bo'lsa, bemalol ekran yuzidagi raqamlarga telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin.